Üç parçalık haqida qissa nomli asarda cho'ng qilish, dadav ishiladigan botir palvonlardan kimlar bor? Siz qaysilarini bilsiz? Sizning nazaringizda cho'ng qilish ishiladigan botirlarning eng qaltisi kim yoki kimlar? O'z ko'nglingizdagi mazmunning oxirini o'nglamay turiblar, penalchi bir qoldirib qo'yinglar. Navoda bu asardagi uzun nayz ishiladigan sang'ullarni, sarkardalarning otamini eng qaltisi desak, cho'ng qilish ishiladiganlarni bo'lsa, barliq lashkarlarning zomigri deyishga bo'ladi. Uzun nayz ishiladiganlarga qarsak, Martinat o'zgarishchan, intayin chaqqan, qaltis maratga to'lgan. Endi cho'ng qilish ishiladiganlarga qarsak, nayt kuchlik, besimli, bir xil zo'mgarlik tuyg'usi bor. Ham bu asardagi bundaq dadav cho'ng qilishlarga qarsakmi, hammasi nayt ig'ir tasvirlanadi. Eng yeniliklarimi nech 10 jing. En ağırları 82 jinggacha borgan. Uning bu sarkardalar bu cho'ng qilishni bir ko'targan peti kuchli raqib bilan necha yuz marta cho'ng kichik janglarda necha osh pishim quldan tushmay elishdi. Demak, cho'ng qilishni uchun chuqum kuchli bo'lish kerak, chidamchan bo'lish kerak. Bu bir oldingi shart. Shuning uchun bu asardagi cho'ng qilishilgan palvonlarning hammasi kuchli tasvirlangan. Bundaqda biz hozir 3 parchalik haqida qissa nomli asardagi cho'ng qilishilgan 9 cho'ng palvon, 9 cho'ng sarkarda bilan tafsili tunishmoqli. Ularning tartibi qanday? Mazmun qiziqadigan do'stlar, meni Guanju qilib birdan yaxshi yurak urib etib, filmning davomini diqqat qilinglar. 9-o'rin turdig'ini bo'lsa Sauxong. Endi bu Saosauning oliy sonig'ini. Endi bu Sauxongning janglari ichida eng ko'z ko'rindig'ini bo'lsa Tungguan jangda Ma Chao bilan 50 marta urishib, yeng-shingilish ayrilmaydi. Tungguan jangda dastlabda Ma Chao nayt ustunlikda Shilian qo'shinlari o'zining ustunligini namoyon qildi. Hatto Saosauning surib to'qay qilyotdi. Mush vaqtning o'zida shu chiqdi. Buning oldida Sauxong chiqib, Ma Chao bilan 50 marta urishib, oxirida yengilib qolib qochdi. Lekin yaralandi, o'lib ketmadi. Demak, Ma Chaoga o'xshash bir shirmat sang'un bilan 50 marta tutishib hayot qolganligining o'zida Sauxongning amaliy maharatining bo'sh emasligini bildirdi. 8-si Lingtong. Endi bu Sharqining oliy sonig'ini bo'lib cho'ng qilishdi. Endi bu Lingtongning eng qaltis janglar qasi desanglar Saosauning Wuzil Yangjang 5 marta sonig'ining ikkisi bilan 50 martamda urishib, yeng-shingilish ayrilmagan. Buning birisi Yuejing. Yuejing bilan Lingtong 50 marta urishib, yeng-shingilish ayrilmaydi. Lingtong sal ustunlikni egallagan. Keyin u yana Zhang Liao Xefiga jang boshlab qolgan vaqtimizda Zhang Liao bilan 50 marta tutishib, yana yeng-shingilish ayrilmagan. Demak, Saosauning bu ikki shirmat sang'uni bilan 50 martadan tutishib, hayot qolganligining o'zi, yengilish-yengilishning ayrilmaganligining o'zi Lingtongning alam martining bo'sh emasligini bildirdi. Lekin ham bu Sharqining tasvirida bu yerda Lingtongning muvofiq rol chiqmay qolmaganmi, qanday televiziyat teatrida ancha ko'p ko'rinish ko'rmayapmiz, shunami? 7-o'rin turdig'ining Guanping. Guanping endi bu yer Guayuning 5 o'tkalda o'tkichi 6 sonlig'ini o'ldirib qo'ygandan keyin buni beqib olgan esa bir tutuq o'g'li. Guayuninki barliq o'g'illarining ichida, ballarning ichida alam marti eng yuqorisi shu. Ham Guayuga eng sodiqmi shu. Bu Guayuga aytib Guayuning ustoz tutgandan keyin albatta Guayuni do'rab Bardar shamshar ishlatadi, shunami? Bumi Guayudek cho'ng shamshar ishlatgan. Endi bu Guayu bilan nurg'un cho'ng kichik janglarni qilib, nayt fidokorlik, botirlik ko'rsatgan. Buningki yakmak urishning eng yuqori pallasi munofiq Pangdo bilan 50 marta urishib, yengilish ayrilmagan. Endi Pangdoning amaliy maharatininki yuqorligini bilamiz. Bu Ma Chaoning inisi, bu Shilianlik amaliy maharatini yuqori. Endi Pangdo bilan 50 marta tutishib, o'lib ketmadi, yengilish ayrilmadi degan gapning o'zi Guanpingga nisbatan xeyli yuqori. 6-o'rin turdig'ini bo'lsa Zhang Liao Saosauning oliy sonig'ini. Saosaudan burun bu Lübuning oliy sonig'ini deydi. Endi Lübu asarda izchil 1-o'rin turdi. Endi Lübuningki 1-o'rin turadigan bu yondash sonig'ini Lübu bilan hech bo'lmasa bir 30 marta 50 marta tutisha oladigan odamdi. O'zi bilan bir 50 marta tutisha olmaydigan bir odamni bu hargiz o yondash sonig'ini qilmaydi. Onun ustiga bu asarda hech kimni ko'z bilmaydigan Guayu'mi birdan-bir Zhang Liao'ni xeyli hurmat qildi. Bu ikkisi Xedonlik birgalik 2 yilsiniki jang qurolimi Bardar shamshar. Endi bu Zhang Liao'mi Liu tarafdorlari bilan urushga yeldirim ko'p. Mayli Zhang Fei bilan, mayli Zhao Yun bilan 20-30 martadan tutish baqqan. Endi buning yakmak urushininki eng qaltis jang bo'lsa Xefei jangda Sharqining 1-nomerlik sonig'ini Tayshusi bilan 80 marta atrofida tutishib, yeng-shingilish ayrilmagan. Tayshusi Payg'ambarda 10-o'rin turdi. Mushning bilan 70-80 marta tutishib, yeng-shingilish ayrilmagan. 5-o'rin turdig'ini ishtig'olcha Pangdo
Endi buni Guayyu shunday qillaydi-ku haqoratlab. Endi bu yerki Pangdo Machauning inisi ham Machauning qo'shinlari ichida Machauning qasla mushning alamat yuqori. Endi bu Zhangluning qishi qilib qoldi. Zhanglu bilan Saosonning jonda bu yerki Saoso bu Pangdoning martini yuqorligini bilgandan keyin buni bir amal qilib o'ziga xizmat qildirdi. Keyin bu yerki Guayyu Jingjon saqlayotgan vaqtning o'zida Pangdo men baray deb Turshavlular Guayyuning kalısını almaydı batırlık bilan keladi. Endi mush batırlık bilan kela olishning o'zim cho'ng ish. Chunki bu vaqtning o'zida Lübu o'lib ketgandan keyin Guayyu jonda o'zini ikkinchisi, hech kim birinchi deya olmaydi. Hamma odam Guayyuning qo'rqida savsa, Guayyuning qishi qasingni barslar desam hech kim berish qilib aytolmaydi ku ayna. Lekin Pangdo beshini yeg urib turib men barman deb talab qiladi. Demek ki batırlıqlar körveliş buldu. Endi ameli jangga kirganda bu bikaq bo'yatmabdi-ki. Haqiqatan endi bu yerda yaşangan sanğını Guayyu bilan 100 marta urishib, yengil ayrilmaydi. Pangdo'mi shu cho'ng qilish Bardar Shamshar ishlatadi. Demak Pangdo'ningki mush bir jang o'ylarda nomi chiqib ketgan odiq so'zlayapmiz. Demak Guayyu bilan 100 marta urishalligini buningmi alamartining yuqorligi. Guayyu garchi ko'zga ilmaganda qilgan bilan keyin oxirida yomon kejimi ma Pangdo degan go'y. Xeyl kuchimni xo'ratdam au deb qoldi deyman. To'rtinchisi bo'lsa Shushu. Hamda bu Shushu Saosonning eng oliy ishtirmat sanğını buning qo'g'dug'isi. Shushuniki asarda chiqqan 20 ko'p nurg'ullar minoat yoqtirdi. Bu hamda payg'ambarda 7-o'ringa tuzildi. Buniki alam martining eng yuqori pallasi qarsak, bu yerdagi ishtirmat sanğını Machao bilan 200 marta urishib, yengil ayrilmaydi. 200 marta jang qila olganlar asarda nihoyat oz. Hamda Machao bilan mana cho'ng qilchini ko'tirib, berib Machao bilan 200 marta urishishi haqiqatan bo'sh gap emas. Uning ustiga yengish parchalik haqida qilsa-da, Shushuning rolni ajoyib yaxshilayotgan. Buning chiroyi, badan, jang qilishi haqiqatan joyiga tushgan. Shuning uchun Nurg'ullarni Shushuni yoqtirdi. 3-o'rin turdig'ini bo'lsa Yalyang. Hamda bu yer Yalyang Yuanshaoningki oliy sanğını. Bu eng dastlab masala 18 taram qo'shin yig'ilgan ism chiqdi. Bu yer Huashong bostirib kelgan vaqtning o'zida Yuanshao Yalyang Wenchulardan bir so'g'an bo'lsa, bugunning kalsini oldi deb kutdi. Keyingi Baymat muasirda bu Saosonniki mayli Zhongliao, Shuyuhuang degan sanğullarimiz 20-30 marta urishib yengilib qoldi buningga. Mushu vaqtning o'zimi bu yer Yalyangni ayni vaqtga Lübudan qilishmaydi-ki deydi. Bumi cho'ng qilish ishlatadi. Endi mushayat bir Yalyang qarsak bu yerda Saosonning Baymat yo'lini to'sib qo'ydi. Shunimi chiqamaydi Saoson, o'lib ketsin jumu deb. Demak Yalyangning amaliy martini yuqori men buni ayrim so'zlarga vaqtladim deb bergan. Endi lekin mush vaqtingizda Guayyu kelib bir martamda buning kallisini yotadi. Endi yuqoriqilarning hammasini so'zlasak, boshqa batırlarning so'zladik. Mayli har qandig'ining ko'pincha Liubeyning 5 yo'lbos sanğını bilan bo'lgan, Guayyu bilan, Zhou Yun bilan, Zhang Fei bilan martam tutishgan, Machao bilan martam tutishgan deb to'lqilib qilindi. Liubuni hisob qilmasak, qolgan 5 yo'lbos sanğını bilan tutish olganlar, tutishib yengishingchi ayrilmagan bo'lsa, haqiqatan qoltis deb sanıldı. Eserdim cho'ng bo'ladi. Hammasiga bir inovat. Shuning uchun bu yerda 5 yo'lbos sanğının mazmunini nihoyat tafsili qilib 7 qismli qilib qodi kitob darsxonasiga akirib qo'ydim. Endi mana shu Liubeyning 5 yo'lbos sanğının amaliy ma'rif qanchalik u bu degani bir tafsili tushunib baqay. Qanday o'lib ketdi u bu deganlar qiziqadigan do'stlar, qodi kitob darsxonasiga kirib, qodi kitob bir deb yazsangiz chiqadi, olsanglar bo'ldi. Topolmay qolganlar qodi kitob deb yazsanglar ayrim undarim chiqadi, ayrim avatib bersam bo'ldi. Endi ikkinchi o'rin turdig'ini bo'lsa Huangjong. İkinci o'rin turdig'ini bu yerda 5 yo'lbos sanğının biri əsərdəki birinci numaralı yaşanğan sanğın Huangjong. Endi bu Liubeyning oliy sanğını bunun bir jang bilan nom chiqirishi Guayyu bilan 200 marta urishib yengil ayrilmagan. Ayni vaqtda Changshanni oldigan vaqtning o'zida Guayyu 500 shamshar bilan bordi. Bu yerda Huangjongni al qilishlar eng tez o'ringa tushdi. Ash yaşanğan Huangjong Guayyu bilan 200 marta tutisha oladi. Uningdan keyin Ding Junshan tig'ida qarsak, Shahuyanning kallisini yotadi bu yerda Huangjong. Demak bu asarda Huangjong garchi 60 yoshlarga kirib o'ttirga chiqqan bo'lsa-mu, buning alamati yuqori bu shundoq cho'ng qilish ishlatadi. Eliq o'qigan kirchin tatib sundiryotadi. Kuchtingir tasvirlandi bu yerda Huangjong bu. Buning cho'ng qilish ishlatish marti Guayyum qaylab ketdi o'yna. Endi birinchi o'rin turdig'ini demisam hammanglar olli burun paraz qilib bo'lgan bo'g'iytonlar qachon Pinglunchi gizib bo'ldinglar qachon Mazopinning oxiri chiqib bo'g'icha May so'g'ichi Huashongni qatl qilgan, Baymat Kumasir Yalyang Wenchularning kallisini olgan, 5 o'tkalda o'tkichi Old Sanğunning kallisini olgan, Jingju jingda Pangdo bilan Yujoni tirik tutgan, 7 taram qo'shini bir suv bilan halok qilgan, asardagi botirligi eng yuqori pallaga yetgan
Guayunchang albatta. Mushu cho'ng qilish Bardar Shamshar ishlatishda birinchi o'rinda turdi. Butkul tarixdagi palvonlarning ichidami cho'ng qilish ishlatdi deslamash Guayu birinchi bo'lib esimiz keldi. Qor Ajdiro Shamshiri, Bardar Shamshiri deslar, mush Guayu mush Shamshar bilan bir tan bir gavdaga aylanib ketgan. Shuning uchun ham bu uch parchalik haqida qissadimi cho'ng qilish ishlatilgan sanoqlarning ichida birinchi o'rinda turdigini albatta Gwen oqsoqolni birinchi o'ringa tizimiz. Sizlar qanday qo'yildinglar? Pinonchuga ko'z qarashini qoldiringlar. Mazmunni anglagan do'stlar, ajrim uchun birdan yaxshi yurakni unutib qolmanglar. Rahmat.